وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Allah'ın dinini ulug'lash. O'qilgan oyat karimada Alloh taolo shundoq deydi: Sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Alloh tarafidan keladigan va yaqin g'alaba, ya'ni Makkaning fath qilinishidir. Ey Muhammad, mu'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xush xabar bergin. O'qilgan hadis sharifda bo'lsa, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shundoq deydi: Kimki Allohning so'zi ulug'lanib, hokim bo'lsin deb urush qilsa, u kishi Allohning yo'lidadir. Aziz mu'minlar, avgust oyi Anatoliyaning eshiklarini tinchlik va adolatga ochgan shonliq millatimizning haqni hokim qilish yo'lidagi ko'plagan zafarlarga shohiddir. İmanımız ve istiqlalimiz, vatanimiz ve istiqbalimiz üçün nurg'un qiyinchiliklarni boshdan kechirdik, sabr qildik, bütün kuchimiz bilan kurash qildik, voz kechmadik, yiqilmadik, umidsizlanmadik. Allohga ishondik va uning yordami bilan Malazgirddan Muxofgacha, Sakaryadan boshqo'mondonlik maydon urushigacha shon-sharafga to'lgan nurg'unlagan shonliq kartinalarni tarix sahifamizga qatdik. Qimmatli musulmonlar, vatan hammaga qodir Alloh tarafidan insonlarga berilgan eng qimmatli ne'matlarning biri. Chunki vatan ishonchimiz, huzurimiz, umidimiz, nomusimizdir. Bu aziz vatan Allohga bergan ahdiga vafo qilib, jinidan kechgan shahidlarimizning, Rabatdan Rabatga yurgan g'ozlarimizning muqaddas omonatidir. Istiqlol marshimiz bu haqiqatni shundoq tushuntirib beradi. Basqan yerni tuproq deb ketmi unutib to'nig'in. O'yla uning tegida yotgan minglarcha kepansizni. Shahid o'g'lisan, numustur, parishon qilma otangni. Barmi dunyolarni olsangmi bu jannat vatanni. Ondaqda har oqshom bag'rida bexatar uxlaydigan, har atdigan erkinlikka o'yg'onadigan bu cennet vatanimizning qimmatini bilayli. Vatan söygisidan olgan kuchimiz bilan kechini kunduzga ulab, millatimizning yaxshiligi, xushalliqi va baxt saodati uchun terishayli. Ittifoqligimizni, kuchimizni, qarindoshligimizni har turli manfaatimizning ustiga qo'yib qo'g'dayli. Vatanimizning har g'irich tuproqini, millatimizning har nafrini qo'g'dashning boynumuzdagi bir qarz ekanligini unutib qolmayli. Aziz mu'minlar, o'tgan hafta yangi bir hijriya yiliga kirdik. Ata Muharramning 10-kuni, ya'ni Ashura kunini kutib olamiz. Payg'ambarimiz Ashura kuni tutilgan roza bir yil burungi gunohlarga kafarat bo'ladi degan. Muharramning 9 yoki 11-kunini Ashura kuniga qo'shib roza tutish mu'minlarga tavsiya qilingan. Ashura kuni yana shahidlarning sardori Hazrati Husayn boshchiligidagi ahli bayti Mustafadan 70 mingga yaqin kishining Karbaloda shahid bo'lgan kunidir. Bu alamlik va qayg'uliq voqea payg'ambarimizni so'ydigan va uning ishqida puchlangan butun mu'minning yurak yarasidir. Bugungi kunda Karbaloga o'xshash ig'ir bir kunni beshimizdan o'tkazmaslik uchun qiladigan vazifamiz bo'lsa, ilmlik bo'lish va shuningga loyiq harakat qilishdir. Hazrati Husaynga o'xshash oxirgi tiniqimizgacha Qur'on Karimning rahbarligi va payg'ambarimizning sunnatiga ching esilishdir. Shuni unutmasligimiz kerakki, bu fani dunyoda hech qanday bir manfaat iymoniy qarindoshlik bilan kelgan barakat va rahmatdan texmi ustun emas. Mol-mulk, mansab yoki shuhrat hech qachon bir mu'minning duosini elishdan, bir ko'ngilga shifo bo'lishdan, o'xshash bo'lgan ulug' bir g'oya uchun fidokorlik qilishdan bakrak qimmatli bo'lolmaydi. Ushbu munosabat bilan bishi Hazrati Husayn radhiyallohu anhu bo'lgan Karbala shahidlarini qayg'u bilan aslaymiz.
bu vatanning aziz shahidlarini, bo'libmi 30 avgust millat sifatida g'albini qo'lga keltirgan, mustaqillik urushida hayotini qurbon qilgan botir askarlarimiz, g'ozilarimiz va armiyamizga rahbarlik qilgan qahramon qo'mondonlarimizni sig'inish va minnatdorlik bilan eslaymiz.